Yashash xarajatlaringiz bor. Ularni ayirsangiz $1,500,000 haqida gap ketyapti. O'zimni qo'l ostimda yuzlab insonlarga qandaydir ma'noda turli xil faoliyatlarda rahbarlik lavozimini o'tagan demak shaxs bo'lganman. Insonlar bilan gaplashganmiz. Biz bir narsaga aniq demak xulosa qilganmiz, ya'ni koreys tilini bilgan 101 inson bo'lish hech nimani hal qilmas ekan hayotda. Iqtisodiy o'sish sur'atida mahoratga, skillsga bog'lashadi. O'zini shu tarafdan, ishchi tarafdan o'stirishga harakat qiladi, lekin ishoning, Forbesda ishchilardan iborat ro'yxat yo'q. Koreyada yurishimizga to'g'risi nafaqat o'zbek yurtdoshlar, balkim koreyslar ham mazza qilib yoryapti bizni yurishimizni ko'rib. Har doim bir narsani unutib qo'yamiz, muvaffaqiyatga erishgan insonlar, siz ham meni diqqat bilan eshiting. Muvaffaqiyat sizga berilgani bu faqat sizniki emas. Sizning muvaffaqiyatingizda boshqa insonlarni ham ulushi bor. Men o'ylaymanki, 100 nafar emas, 1000 nafar yurtdoshlarimizni juda gigant kompaniyalarga ishga kiritishga Alloh marhamati bilan biz xudo xolasa sababchi bo'lamiz. Ko'p kishiga maslahat beraman, birinchi oylikka juda katta urg'u bermaslikni. Chunki nega desangiz, kompaniyaga ishga kiriboq har yilda meni oyligimni 3 marta ko'tarardi. Qisqacha qilib aytganda, Janubiy Koreyada ishga kirish O'zbekistonga nisbatan 5 barobar qiyin. Ya'ni rezyum hamda portfolioga ham qo'yilgan bir qator talablar bor. E'tiborliroq bo'lish kerak. Ko'p kishi o'ylaydi, masalan, universitetlarda qaysi universitetni bitirgan, qaysi sohani bitirgan, lekin bu narsani umuman ahamiyati yo'q. Jumladan Kamina ham hech qaysi IT universitetini bitirmagan, g'irt biznes sohasidan chiqqan inson. Assalomu alaykum aziz do'stlar. Bugun sizlar bilan Koreyadagi o'zbekistonliklar loyihasining birinchi sonini Janubiy Koreyaning Pusan shahriga Koreyadagi aytishniklarni general desak mubolag'a bo'lmaydi. Bekzat aka Sanaqulov bilan birgalikda suratga olish uchun yetib keldik. Qanunda o'zlari bilan mana marhamat ko'rishib olamiz. Assalomu alaykum Bekzat aka. Alaykum assalom. Hormang. Yaxshimisiz? Sog'omsiz? Allohga berdi shukr. O'zingiz tinchmisiz? Tinchmisiz? Rahmat. Bugun siz bilan Koreyadagi o'zbekistonliklar loyihasining ilk sonini siz bilan suratga olamiz. Yaxshi, rahmat, xush kelibsiz. Demak, yaxshi dasturlarni boshlabsiz. Xudo xolasa yaxshi niyatlarimiz bilan birinchi sonda ko'rishga qildik, muvaffaq qildik. Xo'p, Busanga xush kelibsiz. Keling, bir ish qilamiz. Busanni chiroyli manzarali joylari birgalikda tashlab yuramiz va shu yo'sinda gaplashishni davom ettiramiz. Keling, mashinada boramiz. Bu mashina Koreyadagilar uchun ham arzon mashina emas. Bu mashina haqida ozgina ma'lumot bersangiz, BMW adashmasam elektromobil bo'lishi kerak. Shunday. Buni olish uncha kishiga emas, Koreyadagilar uchun ham. Har bir yigitni o'zini yoshlikdagi bir jaydari maqsadi bo'ladi. Bizni ham shunaqa maqsadimiz bo'lgan. Bu BMW X3 elektrik mobil. Xo'sh, Koreyadagi tan narxi qancha buni? Koreyadagi tan narxi agar salondan chiqadigan bo'lsa, где-то 90 million wonga to'g'ri keladi. 90 million won dollarda где-то $75,000 atrofida. Shunday, $75,000 atrofida. Endi Koreyada turib bunaqa mashina olish uchun qanchalik ishlash kerak? Arbaytdan shunaqa mashina olsa bo'ladimi? Albatta, Arbayt bilan bunaqa mashina olib bo'lmaydi, aytadi. Agar misol uchun faqat ishchi bo'lib xizmat qilsangiz, yana tim bo'li Arbayt, ya'ni jismoniy mehnat bilan harakat qilayotgan bo'lsangiz, albatta bunday narsalarga erishish qiyin, lekin aqliy mehnatga mehnat qilib va harakat qilsangiz, bundan ham zo'rini olasiz. Hozir Koreyaning Pusan shahrida qanchadan beri yashayapsiz? Xudo xolasa уже 5-yil ketyapti. 5-yil ketyapti. Nimaga aynan Pusan shahrini tanladingiz yashab, aynan ishlash, ijod qilish uchun? Avvalambor Alloh nasib etgan joy mana shu Busan shahrimiz bo'ladi. Sababi biz xohlab tanlaganimiz yo'q. Taqdirimiz, kelajagimiz mana shu yerga bitilgan ekan. Ya'ni birinchi kompaniyaga ishga kirganimiz mana shu Busan shahrida bo'lgan. Birinchi Komes degan kompaniyada ishlaganmiz.
o'sha bahona mana shu Busan quyoshli o'lkaga buni tropik mamlakat ham deyishadi. Koreya tabiatda Koreyani shaharlarining tabiati bir-biridan farq qiladi. Bu yer juda ham issiq. Qishda umuman qorni ko'rish juda ham muammo bu yerda. Butun Koreyada yashab yurgan yurtdoshlarimiz qordan bezor bo'lgan bo'lsa, Busanda bir nomiga ham qor ko'rmaysiz. Ozgina ham yog'madi. Asosan qishda ham juda issiq bo'ladi. Hozir Seulda -2 gradus, Busan shahrida +10 gradus. Farqini shundan ham bilib olsanglar bo'ladi. Koreyaning ichidagi Busan shahrini boshqa shaharlardan tabiatini, ob-havosini, o'zgachaligini shular sizga qanchalik yoqadi? Haqiqatda Koreya davlatining misol uchun har bir lokatsiyasi o'ziga xos jozibasi, o'ziga xos bir fishkalari bor, lekin aynan Busan haqida gapirayotgan bo'lsak, Busanni menga ikki narsasi juda ham ko'nglimga o'tirgan. Birinchi masala bu da hozir aytganingiz, ya'ni tabiat. Busanda ona tabiati juda ham betakror. Koreyada juda mashhur hisoblanadi. Ikkinchisi, menga endi o'zimga shaxsiy qaraydigan bo'lsak, odamlarni boshqa joylarga nisbatan munosabati sal boshqacharoq, iliqroq. Ya'ni juda ham do'stona munosabatlarni qura olasiz. Aynan Busan shahrida yashaydigan yurtdoshlarimiz, menimcha bu fikrimni rad etmasa kerak. Boshqa joylarda ham albatta yaxshi, lekin bilasiz, Koreyada ijtimoiy tabaqalanish ham kuchli, Juda yuqori. hududlararo tabaqalanish ham kuchli. Shuning uchun menga aynan ana shu ikkita narsa juda ham ko'nglimga o'tirgan. Shuning uchun har doim biron bir joyga ketamiz, o'zi markaz Seulga ko'chamiz deymiz, oilaviy, lekin har doim bizni mana shu Busan shahri o'ziga rom etib, o'zidan qo'yib yuborish niyati yo'q. Busan shahri deganda yana bizni e'tiborimizni tortadigan jihati shevasi bir ajoyib, o'zgacha. Busan Saturi deydi, Koreyadagilar tushunadi. Busan Saturi bilan Seoul Saturi ikkitasi ikki xil olamda. Seoul Saturini, Seulni shevasini adabiy tilga qiyoslaydigan bo'lsak, Busanning shevasi haqiqiy o'zini eski jaydari shevalardan desa bo'ladi. Busanga Koreyaga kelganingizdan keyin mana birinchi Tegu, keyin Busan shahriga kelgan bo'lsangiz, koreyslar bilan muloqot qilishda sizga tushunishga sheva qiyinchilik tug'dirmadimi? Yo'q, qaytamga menga Busanni Saturisi juda ham ma'qul keldi. Chunki talaffuz qilishga yo'g'on, tushunishga osonroq. Men ilgari misol uchun Seulda yashamaganman, shuni ham hisobga oling. Biz Daeguda yashaganmiz. Daeguni endi Daegu bilan solishtirganda Tegudan ko'ra ancha yaxshi. Ancha yaxshi, ancha qulay, ancha zamonaviy desa ham bo'ladi. Quloqqa eshitishga ham yoqimli. Lekin Seulga qatnab turganimizda Seulni shevasi ko'proq yoqadi, to'g'risi, chunki biz o'rgangan adabiy shevalarda aynan Seulni asos qilib olingan. Shu menga uncha qiyinchilik tug'dirmagan. Prezident aka, bu BMW mashinasi sizni hayotingizda haydagan nechanchi mashinangiz? Xo'p, bu demak 3-chi yoki 4-chi mashinam bo'lishi kerak. Koreyada qanchadan bir mashina minasiz? Ishonmaysiz, biz Koreyada keliboq mashina minmaganmiz. Deyarli 6 yil mashinasi yurdim. 7 yil mashinasi yurdim Koreyada. Koreyadagi birinchi mashinangiz? Da, Koreyadagi birinchi mashina. O'zbekistonda ham mashina minib ko'rgan kishi sifatida O'zbekistondagi haydovchilik, mashina minish madaniyati bilan Koreyadagi koreyslarning haydovchilik madaniyati haqida ma'lumot bersangiz. Bu haqda ma'lumot bersam, O'zbekistondagi ayrim shofir akalarimiz juda ham ranjib qolishi mumkin. Lekin haqiqatni rad etib bo'lmaydi. Bu yerda madaniyat juda ham yuqori. Aynan mashina haydashda men O'zbekistonda juda ham qiynalganman. Lekin Koreyada albatta 5 qo'l baravar emas. Buni ham inobatga olishimiz kerak. Lekin o'rtacha ko'rsatkich bilan aytadigan bo'lsak, Koreyada mashina haydash ancha qulay va oson deb o'ylayman. Shuning uchun men mazza qilib haydayapman bu yerda. Men bunchalik zavq bilan mashina haydash mumkinligi haqida to'g'risi ilgari o'ylab ham ko'rmaganman. Lekin Koreyada masalan mashina haydashni boshlaganimdan buyon umuman bir qanaqadir bir baxtsiz hodisa
yoki shunga yaqin bo'lgan holatlar yoki Sizda bo'lmadi? bo'lmadi hech qanday. Chunki albatta bu insonni shaxsiga ham bog'liq. Misol uchun Shunday. inson o'zini boshqarishi kerak. Ko'p yurtdoshlarimiz shu narsani sal biroz unutib qo'yishadi. Ya'ni yurgan paytlarida juda ham haddan tashqari katta tezlik borki, har bitta yigit erkak kishi yaxshi ko'radi. Tezlikni yaxshi ko'rmagan menimcha erkaklar bo'lmasa kerak. Biz ham yaxshi ko'ramiz, lekin tezlikni ketidan Juda ham noxush holatlar ko'p bo'ladi, ayanchli avariyalar. Shunday. Mana Koreyaga kelayotgan, asosan Koreyaga student viza bilan o'qish bilan ko'proq yurtdoshlarimiz kelishadi. Oxirgi marta kelayotgan yurtdoshlarimiz asosan ukalarimiz, ya'ni bizdan kichik talabalar universitetlarga ko'p kelishadi. Shu Koreyaga kelgandan keyin qancha vaqtdan keyin mashina olib minish kerak deb hisoblaysiz? Yo'llari, qoidalari, sizni O'zbekistonda haydovchilik pravangiz bo'lishi mumkin. O'zbekistonda siz yetarlicha opit qobiliyatingiz bo'lishi mumkin, lekin qonun qoidalar o'xshash bo'lsa ham, bu yer yo'llari juda ham tez bo'lganligi, pulli yo'llarga kirdi chiqdi, shunga o'xshash noqulayliklar kuzatilishi mumkinligi sabab nima deb o'ylaysiz? Qancha vaqtdan keyin mashina sotib olish kerak? Juda ham qiyin savol berdingiz to'g'risi. Lekin o'zimdan kelib chiqib gapirishga harakat qilaman. Mani demak fikrim shundayki, ayni bir konkretna bir sabab bo'lmasa mashina olishni umuman tavsiya qilmasdim. Chunki ko'p yigitlarimiz har birida ko'rayotgan xatolik deysizmi, birdaniga kelib Koreyada mashina olishga harakat qiladi, lekin mashinani ortidan juda ko'p xarajatlar guvoh bo'lasiz, duch kelasiz xarajatlarga. Unga yarasha xarajatlar bor mashinaning ishi. Shu men misol uchun menda mashina ehtiyoj bo'lmagandan keyin men unaqa juda ham moliyaviy misol uchun fikrim mashina olish fikringizda bo'lmagan. Chunki menga maqsad birinchi moliyaviy mustaqillikka erishish strategiyasi bo'lgan. Allohga beada shukr, mana shu kunga kelib moliyaviy mustaqil bo'ldim. Ya'ni o'zimga yarasha ko'p investitsiyalarim bor. Shu kunga qadar shu investitsiyalarga asosiy mablag'imni jalb qildim. Shunday moment yetib keldi. Masalan, ochiqchasiga aytish kerak, bir xil insonlar oxirgi puliga mashina yoki shunga o'xshagan raskoshlarni o'ziga ravo ko'radi. Lekin biz bunday qilmadik. Ya'ni yetarlicha moliyaviy mustaqillikni tashkillashtirilgandan keyin bu mashina bu ikkilamchi narsalar. Ana endi mana bunaqa narsalarga qaratyapmiz. Misol uchun ilgari ham olishimiz mumkin edi. Bemalol, misol uchun biz topayotgan pullarga endi buni yashirish ham shart emas. Lekin mavridi emas. Shuning uchun har bitta yoshlarga aytaman, biroz shoshmaslik kerak. Chunki yaxshi narsalar sekinroq bo'lgani yaxshi deb o'ylayman. Menda ko'rib turgan holatingiz bu bir kunda erishilgan narsa emas, sekinlik bilan erishilgan. Uzoq yillar. Ko'p kishi shu narsani ko'rishni xohlamaydi. Ya'ni bir insonni qaysidir bir xislatiga yopishib oladi va shunday bo'lishi kerak deb o'zida xulosa qiladi. Lekin biz ham masalan 7 yil mashinasi yurgan bo'lsak, hech qanday o'zgarish yo'q. Hozir ham yuribmiz. Bundan keyin misol uchun aytaylik, mashinasiz yurish bo'lsa yuraveramiz. Mashinaga juda katta urg'u beravermaslik kerak. Meni shaxsiy fikrim. Hop, Begzod aka, mana siz bilan qayerga keldik? Biz hozir Hyundai Beach'ni turistlarimiz, juda mashhur joylar. Begzod Sanoqulov o'zi kim? Qachondan ilmga bo'lgan qiziqishingiz boshlangan? O'zingiz haqingizda qisqacha tanishtiring. Avvalambor assalomu alaykum bizni kuzatuvchi demak muxlislarimizga. Begzod Rizo, Begzod Sanoqulov. Begzod Sanoqulov 36 yosh, Navoiy viloyati Navoiy shahrida tavallud topgan. Navoiy shahridagi 16-o'rta maktabni tamomlagan. 2010-yilda Toshkent davlat moliya universitetini tamomlaganidan so'ng Kimyong universitetiga magistraturaga o'qishga kirgan. Bakalavr va magistraturada sohalari MBA bo'lishiga qaramay, 2019-yilda IT bo'yicha ishga kirib, karyerasini o'zgartirib, Comets kompaniyaga junior developer sifatida ishga kirgan.
Hozirda MIT Group DevX Academy va Engine X platformalari asoschisi hisoblanib, bugunga qadar 50 tadan ortiq yurtdoshlarimizni Koreyaning nufuzli IT kompaniyalariga ishga kirishiga sababchi bo'lgan. Ba'zan uni Martin deyishadi. Bu shaxsiyat ortida kimni ko'ramiz? Demak, biz Bekzod Rizo hozirda 36 yoshni qarshi olyapmiz. Aslida Navoiy viloyatidan, Navoiy shahrida tug'ilganman. Hop, hozirda Janubiy Koreya demak davlatida o'zimni demak IT sohasi bo'yicha kompaniyalarimga egaman va demak o'z faoliyatimni olib bormoqdaman. Aynan software engineering yo'nalishida. Hop, Koreyaga qachon kelgansiz va Koreyaga kelganingizda qaysi soha bo'yicha kelgansiz? Xo'p, birinchi azizlar Koreyaga kelganimizda biz demak IT sohasiga umuman daxli bo'lmagan yo'nalish bo'yicha ta'lim olgani kelganmiz. Aslida Koreyaga ta'lim olishdan ham ko'ra o'zimizni hayotimizni qurish maqsadida demak yo'l olganmiz. Biznes yo'nalishi, ya'ni MBA deydi. Daegu shahrida Kimyum universitetiga Business Administration sohasiga o'qishga magistratura bo'yicha qabul qilinganmiz. Hop, mana Koreyaga kirib keldingiz. Koreyaga kelganingizdan keyin ingliz tili bilan keldim dedingiz. O'ziga yarasha qiyinchiliklari bo'ladi baribir. Undan tashqari Koreyaga kelgan, yangi kelgan do'stlarimiz orasida $100 sindromiga chalinish juda ham ko'plab uchraydi. Bugun darsga borgandan ko'ra tayyor ish qilsam, kuniga $100 pulni topsam, meni kelajagim yaxshiroq bo'ladi deydi. Shu $100 sindromiga chalg'imasdan o'qishda, ilmiy faoliyatda o'zingizni olib kela oldingiz shu paytgacha. Shular haqida gapirib bersangiz, $100 sindromiga chalinish yaxshimi, yomonmi? Shular haqida. Yaxshi, savolingiz uchun rahmat. Ajoyib savol bo'ldi. Ko'pchilikni qiynaydigan $100 sindromi. Azizlar, biz ham Koreyaga kelganda moliyaviy sharoitimiz yaxshi bo'lmagan. Buni ochiqchasiga tan olishimiz kerak. Qolaversa, Koreyaga kelish sababimiz O'zbekistonda biz tadbirkorlik qilganmiz. Bunga alohida to'xtalib o'tishimiz kerak. Ya'ni biz Koreyaga kelib, keyin iqtisodiy manfaatni ko'rgan odamlar emasmiz. O'zbekistonda ham 2-3 ming dollarlar topish o'sha davrlarda biz uchun juda katta masala bo'lmagan. Qolaversa, ko'plab biznes sohalarida turli xil bizneslarni, demak, biznes faoliyatlarini amalga oshirgan inson bo'lganman. Undan oldin esa mana bu O'zbekistonda 1000 kishilik kompaniyada rahbar lavozimda o'z faoliyatimni ko'rsatganman. Shuning uchun Koreyaga kelgan paytim men bilganman. Misol uchun siz aytayotgan $100 deb bir oyga choqsangiz, har kun ham ishlay olmaysiz. $2,500. Bundan tashqari o'zingizning yashash xarajatlaringiz bor. Ularni ayirsangiz $1,500 haqida gap ketyapti. Agar 1 yil ishlaganingizda ham u summa atiga 15 nari bo'lsa $20,000 haqida gap ketyapti. Biz aniq bilamizki, hozirda bu pullar bilan inson taqdirini o'zgartirib bo'lmaydi. Shuning uchun Alloh bergan chiroyli ne'matni arzimagan sariqchaqa pul, ya'ni siz aytayotgan $100 bu aslida arzimagan masala deb bilaman va Koreyaga kelgan paytim buni hech qanday bir loyiq masala emasligini, bunga ko'proq fokus qaratmaslik kerakligini biz yaxshi bilganmiz. Shuning uchun ko'proq ilmga e'tibor berganmiz. Mana Koreyaga keldingiz. Kelganingizdan keyin baribir yurtdoshlarimiz, Koreyadagi yurtdoshlarimiz biladi, arbayt, kundalik ishlar. Chiqib ko'rgan, qanaqa kundalik ishlarga chiqib ko'rgansiz va shu kundalik ishlarga chiqib ko'rish davomida odam baribir o'ziga qanaqadir saboqlar oladi. Ba'zida o'ziga shunaqangi savollar beradi. Shu mani kelajagim qanaqadir bo'ladi. O'ziga qiyinchiliklarni ko'radida, yo hammasini tashlab ketgisi keladi yoki o'zini o'qish ko'rib turib yaxshiroq natijaga chiqa olamanmi deb o'zini o'zi qiynaydi. Shu jarayon qanaqa bo'lgan sizda? Albatta, Koreyaga birinchi kelgan inson o'zini, demak, o'zi mustaqil ta'minlashga to'g'ri keladi. Hech kim O'zbekistondan qandaydir bir demak, rag'bat olib turmaydi va albatta hamma qatori biz ham demak, turli tuman ishlarga qilishga majbur bo'lganmiz, lekin boshqa insonlardan farqli o'laroq biz faqat kunimizni o'tkazish maqsadida, ya'ni vaqtdan yutish deyiladi bu narsa. Vaqtdan yutish maqsadida qaysidir bir ishlarga chiqqanmiz. Lekin doim qo'limizdan kelgan qadar, ya'ni imkonimiz bo'lgan
vaqtlarda doim biz ilm ketidan harakat qilganmiz. Misol uchun IT sohasiga kirib kelganmiz va IT sohasida men aniq bilganman, bu kelajak kasblari va yaxshi harakat qilinsa, bu arbaytdan yoki shu kunlik demak daromadlardan ko'ra necha yuz barobar ko'p pulni topish imkoniyati borligini biz yaxshi bilganmiz. Chunki boya aytganimdek, O'zbekistonda turib misol uchun biz moliyaviy manfaatni, misol uchun daromadni ko'rgan insonlarmiz, inson bo'lganmiz. Ya'ni tasavvur qiling, O'zbekistonda rahbar bo'lib yuribsiz, bundan tashqari o'zingizda demak kompaniyalaringiz bor va oxirida kompaniyalar bankrot bo'lgandan keyin shunday kelyapsizda, Koreyada noldan yana hammasini qaytadan boshlashga majbur bo'lyapsiz. Ya'ni bu insonning qalbidan o'tayotgan narsalar qolgan insonning qalbidan o'tayotgan narsalardan ko'ra og'irroq. Chunki siz O'zbekistonda qanday inson edingiz va birdaniga Koreyaga kelganda nima ishlarni qilibman, bekzod. Mana shunday har bitta inson o'ziga savol beradi. Biz ham savol berganmiz. Nimaga bu ishni qilib yuribmiz? Nega kerak deyilganda har doim o'zimga aytganman, bekzod, bu vaqtinchalik. Bu seni vaqtinchalik holating, bu seni hozirgi holating, bu seni shaxsiyating emas. Hozircha shu narsalarni qilishga majburmiz. Va menga ishon, bekzod, yaqin kelajakda butun hayotimizda ostin-ustun qilib yuboradigan darajadagi hayotni quramiz degan Allohga chiroyli tavakkalimiz bo'lgan. Men o'ylaymanki, shu narsa bilan biz yashab ketganmiz. Ya'ni bu arbaytlar biz uchun daromad manbai bo'lmagan, balkim qandaydir ma'noda shu kunimizni ko'rish maqsadida bu ishlar qilingan xolos. Undan ortiq emas. Mana aytdingiz, O'zbekistonda bakalavrda Moliya universitetini bitirganman dedingiz, Toshkentdagi. Toshkent davlat moliya universiteti va hamda tadbirkorlik faoliyati bilan ham shug'ullanganman dedingiz. Shu O'zbekistondagi tadbirkorlik faoliyatingiz haqida qisqacha gapirib o'tsangiz. Xo'p, O'zbekistonda Moliya institutini bitirganimizdan keyin demak birinchi navbatda o'zimda viloyatimga qaytganman. Demak, Navoiy xalqaro aeroportda biz PDSP degan bo'lim bor. Производственные диспетчерские службы предприятия deydi. Ya'ni aeroportda samolyotlarni boshqarish xizmati. Nazimnoy dispetcher deyiladi. Juda ham riskga boy, juda ham bosh og'riq, juda ham stressga boy bo'lgan sohalardan. Aeroportda ishlagan odamlar buni juda ham yaxshi bilishadi. Ya'ni boshqaruv upravleniyasi. Demak, o'sha yerdan faoliyatni boshlaganmiz. Undan keyin o'zimiz sohamizda ishlash uchun demak, Navoiy viloyati, Navoiy shahridagi Shams Navoiy degan bir tashkilot bor. Hurmatli Shovqiddin Shamsiyevich rahbarligi ostida tashkil etilgan shu kompaniyada 1000 kishiga yaqin bo'lgan xodimlardan iborat 9 ga yaqin faoliyatdan tashkil topgan demak bir korporatsiyada rahbar lavozimida, birinchi oddiy lavozimlardan boshlab to rahbar lavozimlargacha ko'tarilgan demak o'zimni qo'l ostimda yuzlab insonlarga qandaydir ma'noda turli xil faoliyatlarda rahbarlik lavozimini o'tagan demak shaxs bo'lganman. Lekin mana shu amaliyotda bir insonni qo'lda ishlagandan keyin har bir insonda bir o'zini ichki tuyg'usi bo'ladi. Ana endi o'zimni bizneslarimni qurishim vaqti keldi degan bir nuqtaga borganmiz va o'zimizni demak biznes bo'yicha faoliyatimizni tashkillashtirishda taraddusida bo'lganmiz. Va birinchi ishlarimiz misol uchun oddiy taksi park bo'lgan, bir 7 ga yaqin taksimiz bo'lgan. Bundan tashqari magazinlarimiz sekin-sekin faoliyatni kengaytirib oxirida bir katta xatolikni qilib qo'yganmiz. Ya'ni beton plita zavod juda ham meni nazrimda o'sha vaziyatda men uchun juda ham katta bo'lgan soha bo'lgan. Bu sohaga kirishim demak yaxshi o'ylanmagan, oxirgacha o'ylanmagan va shoshqaloqlikka asoslangan bo'lganligi uchun bu faoliyatni oxiri yaxshi bo'lmagan. Ya'ni 2-2,5 yil davomida ishlaganmiz. Asosiy demak kapitalimizni mana shu katta biznesga tikib qo'yganmiz. Va natijada yaxshi oxirgacha o'ylanmagan qarorlar o'zini demak natijasini beradi. Ya'ni biz minusga kirganmiz. Mana Koreyaga kirib keldingiz. Kirib kelganingizdan keyin IT ga qiziqishingiz boshlandi. Deylik noldan boshladingiz. Bilamiz, siz Koreyaga oilaviy kirib kelgansiz va oilaviy kirib kelganingizdan keyin IT kompaniyaga birinchi ish joyingizga joylashguningizcha qancha vaqt ketdi? Koreyaga birinchi kirib kelganimizda demak
6 oy chamamda 6 oylardan keyin sekin IT sohasiga qiziqib boshlaganmiz. Hop. Bizni IT kompaniyaga kirib kelish tariximiz biroz og'riqli, biroz bosh og'riqlarga boy. Demak, jarayon sifatida gavdalangan. 1 yil 7 oyim ketgan. Wow. 1 yil 7 oy tasavvur qilishinglar uchun Koreyada o'rtacha bir kishi oylik xarajat qilib yashaydigan bo'lsa, Seul sharoitida gapiraman, 1,5 million wongacha xarajat qiladi yolg'iz o'ziga. Agar oilaviy yashaydigan bo'lsa, bu summa juda ham katta, bu miqdordan juda ham katta. 1 yil 7 oy. Shunday. Juda ham katta muddat. Bunday IT sohasi shunaqa sohaki, agar siz misol uchun aytaylik, o'zingizni ishingizni natijasini birdaniga ko'rmoqchi bo'lsangiz, quruvchi bo'ling. Ya'ni 3 ta qo'yilgan g'ishtni srazu qo'yilganligini, ya'ni natijani birdaniga ko'rasiz. Lekin shunday sohalar bor, ilm sohasi. Albatta bu inson o'ziga vaqt berishi kerak. Ya'ni salgina sabrliroq bo'lish kerak. Biz shunaqa, demak, mas'uliyatni bo'ynimizga olganmiz. Ochiqchasiga aytaman, kunimizni ko'rish uchun yashaganmiz. Ortiqcha daromad ko'rish, orttirish degan tushunchalar umuman bo'lmagan bizda. Bu narsalardan yiroq bo'lganmiz. Lekin shu yerda bir narsani aytaman. Biz hozirgi faoliyatlarimizda ham shu falsafani ustida qurganmiz. Ya'ni Martin, Bekzod Rizo, biz ko'rgan qiyinchilikni, mashaqqatni deysizmi, qiyinchiliknimi, beton qiyinchilikni deysizmi, hamma ham ko'rishga majbur emas. Shuning uchun shunday demak falsafa bilan harakat qilyapmiz. Ya'ni bizni hayotimizni o'rgangan holda 1 yil 7 oy emas, balkim hozirgi yoshlarimiz mana ko'rib tursiz, 6 oy nari beri 5-6 oyda chiroyli demak yangi zamonaviy kasblarni o'rganib o'z hayotini qurib ketmoqda. Ya'ni bizchalik 1 yil 7 oyni sarflash majbur emas, albatta. Keyin siz IT kompaniyaga ishga kirayotgan paytingizda aytib o'tdingiz, bakalavr sohangiz moliya, magistratura sohangiz business administration bo'lgan. Koreyadagilar ko'pchilik tasavvur qiladi, men deylik business administration'ni bitirdimmi, faqat shu soham bo'yicha ishlayverishligim mumkin, boshqa sohada ishlay olmayman deb tasavvur qiladi. Bu paytda sizga yo'l yo'riq ko'rsatadigan nisbatan atrofingizda kishilar ham kam bo'lgan bo'lsa kerak. Ishga joylashayotgan paytingizda o'qigan sohalaringiz bilan ish joyingiz sohasi farq qilganligi uchun ishga joylashayotgan vaqtda viza almashtirayotganda sizda muammolarga duch kelmaganmisiz? Ya'ni D2dan E7-1ga IT sohasiga o'tayotgan. Tushunarli. Demak, biz ishga kirishimiz chog'ida bizga maslahat beradigan odamlar afsuski ko'p bo'lmagan. Mana shu muvaffaqiyatga erishgan insonlarga misol murojaat qilganda e'tibor berganman, hammasi ham samimiy bir masalalarga yondashilmagan. Buni ochiqchasiga tan olishim kerak. Va o'zi atrofimizda maslahat beradigan odamda o'zi yo'q. Keyin majbur bo'lganmiz. Bizning sohamiz, misol uchun IT sohasi emas, biznes sohasida o'qiganmiz. Immigrationga ham telefon qilganmiz, tushuntirganmiz vaziyatni. Agar biz IT sohaga ishga kirsak, vizani qilish imkoni bormi deb so'raganda, ular nima deyishgan? Siz IT sohasini bitirmagan bo'lsangiz, qanday qilib ishga kirasiz? Tushuntirish ham qiyin bo'lgan. Chunki yo'q, to'xtang, biz sizga ishga kirishni so'rayotganimiz yo'q, viza masalasini so'rayapmiz desa, yana o'sha siz ishga kira olmaysiz, IT sohasida bo'lmaganingiz uchun qanday kirasiz deb savolga bir to'liq qonli javob bermagan. Ana shunaqa tahlikali vaziyatda biz ko'r-ko'rona xayolan demak tavakkul qilganmiz. Mana bu aynan tavakkul deyiladi. Lekin hozirgi yoshlarga men tushunmayman. Hatto biznesda o'qib, magistratura ham, bakalavr ham biznes, jumladan Bekzod Rizo Kamina ham to'liq biznesdan chiqqan odam. Hech qanday ITga universitetda o'qigan inson emas bu. Ya'ni shunday holatda ham bolalar chiroyli hayotini qurib ketyapti. Bizning davrimizda bu narsalar juda ham qiyin bo'lgan, juda tahlikali bo'lgan. Shuning uchun immigrationga birinchi borgan paytlarimiz ham shunaqa savollar berilgan. Siz biznes sohasidan chiqqansiz, IT sohasiga ishga kirdingiz, IT bilimingiz bormi degan savollar bo'lgan. Mani ortimdan bizni CTO, o'zimizning do'stimiz, o'zimizning boshlig'imiz bo'lgan CTO borib, menga mana shu talaba kerak, mana shu ishchi kerak, boshqasi menga kerak emas. Sizlarni IT sohasida o'qigan necha bolalaringizni
ishdan yiqitib yubordim, menga qiymat keltiradigan odam kerak deganligi uchun biz hech qanday muammosiz o'tib ketganmiz. Bilingki, butun dunyo qarshi chiqsa ham sizning ichingizdagi haqiqatga o'zingiz sodiq bo'lsangiz va samimiy harakat qilsangiz, Alloh marhamati bilan hamma narsa bo'lguchi. Shuning Allohga hamma narsa oson. Butun dunyo sizga qarshi chiqsa ham Alloh bo'ladi degan narsa albatta bo'ladi. Shunga ishonib harakat qilganmiz. Bir do'stimiz savol berdi. Ya'ni motivation haqidagi eng kuchli yondashuvingiz, bir eng kuchli motivatsiyani ayting degan savol kelib tushdi. Aslida men motivationga ishonmayman. Chunki sizga ham motivationga ishonishingizni tavsiya bermayman. Motivation bir ko'payib, bir kamayadigan bir mavhum tushuncha. Buni o'rniga o'zingizni visioningiz ustida ishlang. Aynan vision sizni qiyin holatlarda, qiyinchilikka qarshi tushgan paytlaringiz sizni silliq demak vaziyatdan chiqaradigan narsa bu vision. Chunki siz agar o'zingizni visioningiz atrofida qadriyatingizni qura olsangiz, o'ylaymanki, sizga hech qanday motivatsiyani kerak bo'lmaydi. Ishlaringizga omad, salomat bo'ling. Mana Begzod aka, bakalavr sohangizda moliya institutida moliya yo'nalishida o'qiganman dedingiz. Magistraturani business administrationda o'qidim dedingiz. Lekin Koreyada karyerangizni, ijodiy faoliyatingizni aynan IT bilan davom ettirdingiz. Nimaga aynan turli xil sohalarda o'qib turib, aynan IT ni tanladingiz? Shu haqida ma'lumot bersangiz. Albatta, juda ham qiziq savol berdingiz. Savolingiz uchun rahmat. Haqiqatda biz juda ko'p sohalarga kirib chiqqan insonmiz. Ham demak ta'lim sohamizda, ham ish faoliyatimizda. Aynan o'zi bir narsani aniq qilib aytishimiz mumkin. Men Janubiy Koreyada ham, O'zbekistonda ham umuman IT sohasiga daxldor bo'lgan yo'nalishda ta'lim olmaganman. Jumladan birinchi Koreyaga kirib kelganimizda biz o'sha Kimyung, Daeguda joylashgan, bilasiz, Kimyung universitetida Global Business Administration MBA sohasiga kelganmiz. Va aynan IT ga kirib kelishimiz qanday bo'lgan? Bilasiz, biz misol uchun O'zbekistonda katta tadbirkorlardan bo'lganmiz va qolaversa 1000 kishilik kompaniyada 3-shaxs lavozimida ishlaganman. Ancha insonlarni boshqaruvi menga topshirilgan edi. Yosh bo'lishimga qaramasdan. Demak, biznes sohasida ham amaliy, ham nazariy tajribalarga ega bo'lganmiz. Shunday bo'lsa-da, demak, O'zbekistonda bir ikkita bizneslarimiz o'xshamaganligi sababli Janubiy Koreyaga kelishga to'g'ri kelgan. Ya'ni qaytadan noldan hayotni boshlash bilan biz kelishga maqsad qilganmiz. Maqsad aniq bo'lgan Koreyaga kelishdan oldin va kelganmiz. Bir narsani aniq tushunganman, O'zbekistonda ham, ya'ni faqat mana shu biznes sohasida ishlab ketish, mana shu faoliyat bilan bir qiymat keltiradigan shaxs darajasida bo'lish juda ham qiyin ekanligini aniq bilganman. Shuning uchun qiymat keltiradigan kasblarni Koreyaga kelganda shaxsiy rivojlanish bo'ladi, lekin ommatan do'stlarimizga, ko'pchilikka yordam bera olmaydi. Siz shunday. Kelgan Koreyaga kelishiboq biz o'rganishni boshlaganmiz, chunki O'zbekistonda baribir tadbirkormiz, marketologmiz. Bu yoqqa kelib, Koreyada endi hayotimizni topishimiz kerak. Qanday qilib mana shu demak muammolardan, mana shu joylardan chiroyli yechim bilan hayotni chiroyli qurish haqida juda qattiq o'ylaganmiz. Birinchi Koreyaga kelib kirganimizda atrofimizdagi do'stlarimiz, misol uchun 100% deb olsak, 100% dan 95% do'stlarimiz arbaytchi bo'lgan. Arbayt bilan shug'ullangan, ya'ni ko'p kishi bu so'zni bilmasligi mumkin. Janubiy Koreyadagilar bilish mumkin. Bir kunlik ishlar arbayt deyiladi. Shunday, bir kunlik jismoniy ishlar arbayt deyiladi. Qolgan 5% faqat til o'rganish bilan ovora bo'lgan. Ya'ni koreys tilini o'rganishim shart, o'rganishim kerak degan motivatsiya bilan yashagan. Bizda shu marketinglik qobiliyatimiz bor. Nima qilganmiz? Xo'p, til o'rganishim kerak deb spiska qilganmiz. Koreys tilini o'rganganlarni spiskasini. Qisqaroq aytadigan bo'lsak, Koreyada koreys tili bo'yicha eng yuqori daraja topik 6 bo'ladigan bo'lsa, atrofidagi
topik 6si bor shaxslarni ro'yxatini tuzib, ularni hayot turmush tarzini kuzatgansiz. Shunday. Nafaqat kuzatganmiz, bizda bir surbet odat bor. Muvaffaqiyatga erishmoqchi bo'lsak, muvaffaqiyatga erishgan insonlardan joy darsiga borib, kerakli savolni berishni bilamiz. Va bizni kuzatayotgan yoshlarga mana shu narsaga alohida urg'u bermoqchiman. Muvaffaqiyatga erishib bo'lgan insonlar bor atrofingizda. Siz shunchaki ularga murojaat qilishni, mardona murojaat qilish san'atini o'rganing. Bu juda ham muhim hisoblanadi. Biz ham spiska qilib o'shalarga aloqaga chiqqanmiz, samimiy gaplarda aytganmiz, havas qildik, koreys tili bilim darajasi juda ham yuqori ekan deb uzoqdan kelganmiz, lekin asosiy maqsadimiz nima bo'lgan? Asosiy maqsadimiz Turmush tarzi haqida ma'lumotga ega shunday. bo'lmoqchisiz. Ya'ni u insonlar bugungi kunda o'zi nima ish qilib yuribdi? Aynan koreys tilini bilim darajasi ularga nima berdi degan narsani oydinlashtirmoqchi bo'lganmiz. Keyin ma'lum bo'ldiki, ko'pchiligi misol uchun o'sha ish axtarib yuribdi, ishsiz yoki ishga topshirilgan uzoq muddat davomida holi natija qilmagan, Kundalik qora mehnat bilan shunday tirikchilik qilayotgan bo'lgan. Demak, o'sha insonlar bilan gaplashganmiz. Biz bir narsaga aniq demak xulosa qilganmiz, ya'ni koreys tilini bilgan 101-inson bo'lish hech nimani hal qilmas ekan hayotda. Shuning uchun yana izlanishda davom etganmiz va ITga kirib kelish haqida so'radingiz. ITga kirib kelganimizda o'zi Alloh siz uchun tegishli bo'lgan gapni sizga yuzlantirib ham aytmasligi mumkin. Ya'ni mana shunday biz o'tirgan bo'lsak, bu burchakda ikki kishining suhbatini aslida eshitishim kerak bo'lmagan, lekin Alloh menga shuni eshitishni ravo qildirgan. Begonalar suhbati menga eshitilib qolgan. U yerda shunaqa gap bo'lgan, IT sohasini bilgan odamlarga viza qilib beramiz Amerikaga. ITni bilishi o'zi yetarli degan demak ma'lumotni naqd qilib olganmiz, lekin bu aslida bizga aytilgan gap bo'lmagan. Keyin bir ajoyib akamiz bor, Davron aka, Kimyong universitetida o'qib yurgan davrimizda aytayapman. Davron aka meni hayotimda juda ko'p narsalarga, yaxshi narsalarga sababchi bo'lgan inson. Juda ham u insonni ulug'layman. O'zimizda akaxonlardan. Va Davron akani sekin chekkaga surtib, aka shunaqa demak ITni bilsa Amerikaga viza qilish imkoniyati bor ekan. Shu haqda ma'lumot bersangiz deganda, qanday eshitib qoldingiz? Endi aka bo'ldi, eshitdik, bo'lgan ish bo'ldi. Batafsil ma'lumot bering deb so'raganmiz. Keyin o'sha kunidayoq hamma ma'lumotni olib, Amerikadagi mas'ul shaxs Bahrind aka degan aka bor edi. O'zbek yigitlarimizni Amerikaga olib ketish bo'yicha ish bilan joylash bo'yicha shug'ullanardi. Va shu bilan Bahrind akaga shu kunidayoq telefon qilib, Janubiy Koreyadan Amerikaga va kerakli ma'lumotlarni aniqlashtirib olib, shu kunda o'zidayoq ITni boshlaganmiz. Ya'ni kelajak kasblari aniq bilganmiz, guvoh bo'lganmiz va nimaga boshlamasligimiz kerak deb o'sha kunidayoq bo'ladigan ishni bo'ldirish kerak, vaqtida bo'ldirish kerak, kuttirmaslik kerak. O'sha bilan boshlanib ketgan. Xo'p, Bekzod aka, mana hozir Koreyada aytdingiz, men 100 million won yillik daromaddan voz kechib, o'zim xususiy kompaniya qurib, shu kompaniyada o'zim ishlayapman deb bizga ma'lumot berdingiz. Ayni vaqtda qanaqa loyihalar ustida ishlayapsiz va ushbu loyihalarni kelajakda O'zbekistonga qaytganingizdan keyin O'zbekiston sharoitida tatbiq qilinadigan bo'lsa, O'zbekistondagilarga qanday bir manfaat ko'rsatib yetkazsa bo'ladi? Xo'p, yaxshi savol bo'ldi. Avvalambor kelajak emas, hozirda bu potensialni boshladik. Chunki biz bilasiz, asosiy faoliyatimizdan biri bu demak Janubiy Koreyadagi o'zbek yurtdoshlarimizni Janubiy Koreyani demak nufuzli kompaniyalarga ishga kiritish bo'yicha tayyorlab, demak amaliy yordam beryapmiz. Mana bugungi kunga kelib 50 ga yaqinlashamiz, xudo xolasa. 50 ga yaqin yurtdoshlarimizni Janubiy Koreya kompaniyalariga ishga joylagan. Alloh marhamati bilan biz sababchi bo'lyapmiz. Xo'p, bu albatta faqat Janubiy Koreya kompaniyalariga ishga kiritayotgan yoshlarimiz bu Koreyani rivojlantirmaydi faqat. Bundan tashqari asosiy investitsiya
oqimi O'zbekistonga boradi. Mana shu yoshlarimiz misol uchun bu yerda topgan bilimlari, biz bu yerda o'rgatgan bilimlarni albatta yoshlarimiz ham borib O'zbekistonga tatbiq qiladi. Shu uchun men o'ylaymanki, Janubiy Koreyada faoliyat ko'rsatgan bo'lsam-da, men O'zbekiston mamlakatimiz uchun, davlatimiz uchun katta, demak, potensialdagi kadrlarni yetishtiryapman va bunga hozirda, bugungi kunda o'z hissamni qo'shyapman deb o'ylayman. Ya'ni O'zbekistonni rivojlantirish uchun mamlakat ichkarisida bo'lishi shart emas. Mamlakat tashqarida, demak, harakat qilgan holda mana shu mamlakat ichkarida faoliyat yuritayotgan odamlardan 100, 200, 300 kerak bo'lsa 1000 barobar ko'p potensialni O'zbekiston davlati uchun demak hosil qilishingiz mumkin. Men juda ham patriot odamman. Ya'ni davlatimni juda ham yaxshi ko'raman. Chunki bizning millat boshqacha, har doim shu fikrdaman. Endi agar o'zimda ish faoliyatimga kelayotgan bo'lsak, bugungi kunda bir qator loyihalar ustida ishlayapmiz. Boshda to'g'risi juda ham qiyin bo'lgan. Ya'ni zona komfortdan chiqish har doim qiyin bo'ladi. Ya'ni team lead lavozimidan xabaringiz bor, shunday katta oyliklardan. Masalan, men o'sha oxirgi ishlagan kompaniyamda, ishchi sifatida ishlagan kompaniyamda ishlashni uncha-muncha yurtdoshlarimiz orzu qiladi. Men olgan oyliklar yoki men egallab turgan lavozimlar, kompaniyamda o'zi ham juda ham hayron qolgan. Ya'ni F5 vizani olganman, shu uchun F5 vizasigacha kompaniyadan qimillamaganman. Bilasiz, F5 vizasi Janubiy Koreyaning yarim fuqarolik vizasi hisoblanadi. Ya'ni Koreyada 9999-yilga qadar Janubiy Koreya fuqarolari singari o'zimning huquq va burchlarimni himoya qilgan holda yasha olaman. Ya'ni o'sha Janubiy Koreya fuqarolarida qanaqa huquq bo'lsa, menda ham xuddi shunday huquqlar. Mana shu huquqni qo'lga kiritganimdan keyin o'sha kuniyoq kompaniyaga ariza topshirganman. Chunki maqsadim shunday bo'lgan. Bilasiz, Janubiy Koreyada agar kompaniyada ishlamasangiz, sizning vizangiz kuyib ketadi. Hattoki F2 viza bo'lsa ham, rezident viza bo'lsa ham kuyib ketadi. Shuning uchun F5 vizaga, ya'ni Yongjugwon deydi, o'sha Janubiy Koreya yarim fuqarolik vizasiga ega bo'lgandan keyin juda og'riqli qadam bo'lgan. Chunki kompaniya ham bir qandaydir oilaga aylanib qolar ekan. Juda qiyin bo'lgan. Uydagilar ham, ota-onamiz ham maslahatlashgan payti ko'p kishi ma'qullamagan, lekin o'sha payti juda og'riqli bo'lgan bu proses. Lekin jur'at etganmiz va hozirgi kunda ikkilanmasdan ayta olaman, juda to'g'ri qaror bo'lgan ekan. Misol uchun ham iqtisodiy potensial nuqtai nazaridan ham aytyapman. Baribir bir narsani to'g'ri tushunishingiz kerak. Bugungi kundagi senior leveldagi akalarimiz, ukalarimizni katta kamchiligi nimadan iborat? Har doim demak, iqtisodiy o'sish sur'ati mahoratga, skillsga bog'lashadi. Misol uchun, men senior developerman, men kuchayishim kerak deydi. Xo'p, kuchayganingiz yaxshi. Masalan, soatni $10 dan $20 ga, $50 ga oshirganingiz bilan siz kuningiz davomida 24 soatni ko'paytira olmaysiz. Ya'ni bu resurs chegaralangan. 24 soatda siz 24 soat ishlay olmaysiz albatta. Ishlasangiz ham nari beri borsa 10 soat ishlaysiz. Qolgani sizni o'zingizni hayotingiz, oilangizga baxshiydi. Demak, ko'p kishi shu o'zini shu tarafdan, ishchi tarafdan o'stirishga harakat qiladi, lekin ishoning, Forbesda ishchilardan iborat ro'yxat yo'q. Forbesni tahlil qilsangiz, u yerdagi ro'yxatlarda ishchi odamlarni ko'rmaysiz. Shu uchun nima qilish kerak deganda, mana shu vaqtni sotishdan ko'ra tovar yoki xizmatni sotgan ma'qulroq. Tovarni misol uchun istalgancha insonga sotishingiz mumkin. Uni chegarasi yo'q. Bunda iqtisodiy manfaat o'sish hisoblanadi. Tovardan ham zo'r narsa esa mana IT sohasida servis hisoblanadi. Ya'ni bir xil mahsulotni, bir xil servisni bir insonga istalgancha sotishingiz mumkin. Bu demak, iqtisoddan IT sohasiga o'tgan odam buni zo'r tushunadi, chunki ikkilanmasdan aytaman, IT ommaga yordam berish uchun, ko'p insonlarni mushkulini yengillashtirish uchun zo'r soha, hamda IT biznes uchun ham eng zo'r soha hisoblanadi. Shuning uchun biznes qilmoqchi bo'lsangiz ham o'ylaymanki, IT ni bilishingiz bu zamon talabi, davr talabi deb hisoblayman.
Shu uchun-da boshda ancha og'riqli bo'lgan issiqqina joyimizdan, zo'r daromadimizdan voz kechishga, lekin bugungi kunga kelib shuni aniq o'zim uchun xulosa qildim. Ya'ni Allohning yozilmagan algoritmlari bor. Har doim matematikada 2 × 2 = 4 yoki qaysidir holatda 5 bo'lsa, lekin Allohning algoritmida butunlay boshqacha. Allohning algoritmi shundayki, qancha ko'p bersangiz, shuncha ko'p topasiz. Qancha ko'p bersangiz, shuncha ko'p olasiz. Ya'ni menda ham shunday bo'ldi. Insonlarni dardi bilan yashashni o'zimga maqsad qildim. İnsanların dardi nima? Janubiy Koreyadagi yoshlarimizni dardi, mushkuloti bu o'sha o'zini hayotda yo'lni topib ketish. Demak, mana shu yerga o'zimni baxshida qilishim kerak deb yaxshi niyat bilan boshlagandim. Mana bugungi kunga kelib bu sohada ham zo'r ishlayapmiz. Undan tashqari bilasiz, remote outsourcing va o'zimizni kelajak kompaniyalar ustida ishlayapmiz. Ya'ni bizning kompaniyalar juda katta daromad keltirmasligi mumkin. Biz bu narsani xohlayotganimiz ham yo'q. Biz xohlayotgan narsa bu ko'plab insonlarni mushkulotini yengillashtiradigan loyihalar qilmoqchimiz. Mayli ko'p daromad keltirmasin. Daromadni misol uchun juda katta darajada daromad keltirmasa ham, uni o'rniga bizga juda katta misol uchun qiymat yaratib bersa, ya'ni insonlarning hayotida o'zgarish sodir qilsa, biz o'sha loyihalarni ko'proq perspektiva nuqtai nazaridan qadrlaymiz. Ya'ni har bir insonni bir narsani ochiqcha aytish kerak, shu yerda har bir insonni shunday bir nuqtasi kelar ekan. Ya'ni menda shunday bo'ldi. Alloh bir banda xohlagan narsani banda xohlagandan oshiq qilib berishi mumkin ekan. Meni misolimda shunday bo'ldi. Ya'ni buni nima misolda ko'rasiz? Niyat ham qilmagandim, mana Janubiy Koreya yarim fuqarolik vizasini oldim. Yoki masalan Koreyada yuribmiz. Koreyada yurishimizga to'g'risi nafaqat o'zbek yurtdoshlar, balkim koreyslar ham mazza qilib yoryapti bizni yurishimizni ko'rib. Bu albatta bizning oxirgi demak rag'batimiz bilan bo'lmadi. Ya'ni oxirgi mablag'larimiz evaziga tashkillashtirmaganmiz. Moliyaviy mustaqillikka ham erishdik. Allohga beada shukr. O'zbekistonda juda ko'p qator investitsiyalarga egamiz. Bugungi kunda ishlasak ham, ishlamasak ham moliyaviy barqaror, ya'ni o'zimizni bemalol boshqara olamiz. Shunaqa darajaga yetib kelganimizdan keyin insonda bir hislat uyg'onar ekan. Ya'ni o'zimga o'zim aytganman, Bekzod bo'ldi. Alloh senga hammasini berdi. Bir inson uchun erishish mumkin bo'lgan narsani oshig'i bilan erishding. Endi bas qil. Endi begona taqdirlar uchun kurash. Begona taqdirlar uchun harakat qil. Sen har doim bir narsani unutib qo'yamiz. Muvaffaqiyatga erishgan insonlar, siz ham meni diqqat bilan eshiting. Muvaffaqiyat sizga berilgani bu faqat sizniki emas. Sizning muvaffaqiyatingizda boshqa insonlarning ham ulushi bor. Alloh sizga bir narsani berdimi, demak aniq biling, siz ham boshqalarga qarzdorsiz. Aynan bu narsani muvaffaqiyatga erishgan insonlarga yo'naltiryapman. Biz muvaffaqiyatga erishgan insonlar o'zimiz o'zbek yurtdoshlarini hayotini tiklash uchun biz ham bel bog'lashimiz kerak. Menda shu holat bo'ldi, ya'ni o'zimni muvaffaqiyatimdan o'zim zavqlanmaydigan holatga kelib qoldim. Ya'ni buni nimasi? Men erishayotgan yutuqlar menga o'sha zavq bermay qo'ydi. Hayotdan to'g'risi alamim bor. Mana shu narsalarning ustida turgan inson bu oddiy inson emas. Hayotdan yetarlicha alami bor, yetarlicha qiyinchilik ko'rgan va holi hayot. Sen bilan holi gaplashayotgan gapim bor deb qo'ygan joyimiz bor. Shuning uchun mana shu begona taqdirlarni qurgan payti har doim dilim yayraydi. Hayotdan xursand bo'lib ketaman. Men uchun bu million dollarlardan ham afzal. Bir insonni hayotini va ko'nglini ovlash men uchun u dunyoni saodatdan iborat bo'ladigan bo'lsa, bu dunyoning million dollarlari menga kerak emas. Shuni aniq bilib, begona taqdirlar uchun kurashyapman. Xudo xolasa, Alloh guvoh, Allohga dardlashgan paytim aytganman, meni masalamni hal qilib bersang, 100 ta bandangda masalasini hal qilib beraman deganman. Hozirgi jamoamiz bilan, hozirgi potensialimiz bilan, mana davlatimiz qo'llab-quvvatlashi bilan men o'ylaymanki, 100 nafar emas, 1000 nafar yurtdoshlarimizni
juda gigant kompaniyalarga ishga kiritishga Alloh marhamati bilan biz xudo xolasa sababchi bo'lamiz degan yaxshi niyatimiz bor. Shu uchun azizlar, ilm olishda hech qachon to'xtamang. Bu o'zimda shaxsiy amaliyotimda chiroyli isbotlandi. Ya'ni aqllilar doim topiladi. Biz Janubiy Koreyaga kelgan paytimiz 95% odam akalarimiz vizang doim bo'ladimi? Nima qilasan? Bo'ladigan ishni qil deb ustimizdan kulgan joylari bo'lgan. Lekin bugungi kunga kelib, mana vizamiz ham unlimited, mana erishayotgan yutuqlarimiz ham son sanog'i borgan sari ko'payib ketyapti. Azizlar, Allohga hamma narsa oson. Siz faqat chiroyli, demak, sababini qilsangiz kifoya. Hamma narsa Allohga oson. Xo'p, mana aka, siz IT kompaniyada, Koreyada bir nechta IT kompaniyada ishlab ko'rgan kishisiz. Sizga eng yuqori qancha yillik daromad taklif qilishgan, shu haqida ma'lumot bersangiz. Xo'p, demak, birinchi ishga kirganimda aytaman, 33 million yillik daromad bilan ishga kirganman. Ya'ni bu junior lavozimdagi ishchini demak oyligi. Ko'p kishiga maslahat beraman, birinchi oylikka juda katta urg'u bermaslikni. Chunki nega desangiz, kompaniyaga ishga kiriboq har yilda meni oyligimni 3 marta ko'tarardi. Ya'ni kompaniyaga oyligimni ko'tar deb murojaat qilgan vaqtimda hech eslolmayman. Va bu shunchalik darajaga chiqqanki, demak 100 million wondan oshiq bo'lgan gadovoy. Yillik daromad. Mana agar kimgadir motivatsiya kerak bo'lsa, moddiy tarafdan ham biling, ITda qiymat keltirsangiz, albatta Janubiy Koreya kompaniyalari qiymat keltirgan odamni hech qachon unutib qo'ymaydi. Bu mamlakat shunaqa. Ya'ni qiymat keltirdingiz, albatta sizni moddiyatingizni kompaniya ta'minlab beradi. Demak, biz o'sha aytganimdek F5 Janubiy Koreya yarim fuqarolik vizasini olganimizdan keyin asosan maqsadimiz demak o'zimizni Janubiy Koreya kompaniyalaridan demak mustaqil harakat qilishimiz uchun bir yaxshi imkoniyat bo'ldi va mana shu vizaga erishganimizdan keyin biz issiqqina joyimizni, o'zbekona qilib aytayotgan bo'lsak, chiroyli oyligimizni demak rad etgan holda o'zimiz mustaqil faoliyatimizni boshladik va boshida albatta manfaat ko'p emasdi, lekin bugungi kunga kelib albatta hozirgi qilayotgan ishlarimizdan aniq summasini ayta olmayman, oshkor qila olmayman, lekin ancha yuqori darajadagi daromadlarni demak guvohi bo'lyapmiz. Albatta birovda, misol uchun, birov bir kompaniyani qo'lida ishchi xodim bo'lib ishlaganingizdan o'zingiz mustaqil kompaniyalarda yuritganingizda ancha ko'p manfaat ko'rasiz. Chunki bu yerda faqatgina daromadni inobatga olmang. Daromaddan tashqari siz demak boshqarishingiz kerak bo'lgan risk menejmenti bo'ladi. Ya'ni tadbirkorlik faoliyati tavakkalchilik ustiga qurilgan va mana shu riskni qancha to'g'ri boshqarsangiz, daromadingiz ham o'shancha yuqori bo'ladi. Lekin bir narsani aniq sizga tan olishim kerak. Kompaniyada ishlab yurgan paytim bosh og'rig'im kam edi. Chunki kompaniyaga borib aytilgan masalalarni qilasiz va undan keyin bemalol o'zingizning hayotingiz bilan, o'zingizning oilangiz bilan yashashingiz mumkin. Hozirda esa mustaqil harakat qilganingiz bilan siz o'zingiz uchun ishlayapsiz. Hamma mas'uliyat o'zingizda. Bir kun ham to'xtashingizga imkon yo'q. Misol uchun jumladan tangani ikkinchi tarafini ham ko'rishni o'rganishimiz kerak azizlar. Misol uchun bizning hayot sizga chiroyli ko'ringan bilan agar bizning hayotimizda bir kun yashab ko'rsangiz, hech ham chiroyliligi namoyon bo'lmaydi sizning demak tafakkuringizda. Chunki mana bu yigitlar kelgancha biz injiniring bilan deyarli ertalab soat 9 gacha ishladim, 9:30 gacha. Sizlar bilan 12:30 da ko'rishganman. 9:30 gacha vaqt demak 15 soat deyarli injiniring bilan shug'ullandim. 15 soat shug'ullanib, atigi 2,5 soat uxlab mana intervyuga kelyapmiz. Shu uchun azizlar odatda 4 soat uxlayman, har kuni 4 soat uxlayman. Shu uchun har doim ko'zlarim qizil bo'lib yuradi. Bundan uzr so'rayman. Ya'ni mashaqqat
o'zini demak mana shunday ifoda qiladi. Agar siz biz kabi natijalarga erishmoqchi bo'lsangiz, albatta biz kabi mashaqqat qilishni ham bo'yningizga olishingiz kerak. Shuning uchun tashqaridan ko'p narsa chiroyli ko'rinadi, chiroyli mashinalaringiz bo'lishi mumkin, chiroyli imkoniyatlaringiz bo'lishi mumkin, lekin vaqtingiz bo'lmaydi. Har doim harakatda va har doim qandaydir mas'uliyat bilan yashaysiz. Wow, deyarli 100 million yillik daromad degani oyiga taxminan tushunishingiz uchun aytib o'taman, oyiga deyarli soliqlardan tashqari bu summa. Soliqlardan tashqari o'zingizga qoladigani $6,000 oylikdan voz kechib o'zlarini xususiy kompaniyalariga asos solgan ekanlar. Ajoyib, juda ham havas qildik. Bu tadbirkorlar uchun eng qiyin bo'lgan nuqta hisoblanadi. Ixtiyoriy tadbirkordan so'rang, eng qiyin bo'lgan og'riqli qaror, juda qabul qilishingizga qiyin bo'lgan qaror nima desa, issiqqina ish joyingizdan voz kechib holi gumon bo'lgan narsalarni boshlashga jur'at etishingiz. Chunki kompaniyada ham, misol uchun, bir kunda ko'tarilib qolmaysiz. Kompaniyadan demak, shu narsalardan voz kechganingizdan keyin ortga qaytuvchi yo'l yo'q. Chunki erkak kishi shunday bo'ladi. Ortga qaytgandan keyin g'ururi qolmaydi. Shuning uchun hamma sizga qarab turadi, sizning harakatlaringizga qarab turadi. Asosan oilangiz qilayotgan harakatlaringizdan demak, mantiq izlashni xohlaydi. Mani, misol uchun, ayolim ham boshda qanaqadir ma'noda ko'p ham rozi bo'lmagan. Ayolim qarshi bo'lmaydi hech qaysi qarorimga. Ayolim so'zsiz ishonadi menga. Lekin 100% mani, misol uchun, fikrimni yaqqol qo'llab-quvvatlamagan, lekin qarshilik qilmagan, qarshilik qilmaydi hech qachon. Mani doim tushunadi. Lekin shunday bo'lsa-da, mana bugungi kunga kelib to'g'ri xulosalarga keldi degan umiddaman. Chunki har bitta demak, yuksak qarorda zaminida og'riq bir qadamlar yotadi. Menga ham, misol uchun, oylik emas, faqat oylikdan kelib chiqmang. Misol uchun, kompaniya xuddi meni oilamdek bo'lib qolgan davrda har kun ko'rishib yurgan insonlaringiz bilan endi ko'rishmaysiz. O'zingiz mustaqil endi harakat qilasiz. Mustaqil ishni boshlayapsiz. Hamma narsani bo'yningizga olyapsiz. Bu narsalar hammasi bir vaqtda bir insonni demak taqdiriga tushib qolsa, juda ham qiyin bo'lar ekan boshda. Chunki kompaniyada ishlaganda, biron bir loyiha ustida ishlatgan bo'lsangiz, sizga odamlar beriladi, resurs bemalol, misol uchun, resursni yollab o'tirmaysiz. Siz faqat boshqarishingiz kerak. O'zingizda ishlaganingizdan keyin har bitta inson bilan gaplashib chiqishingiz kerak. Ana shunaqa holatlardan o'tdik. Allohga beadad shukr, yuzimiz yorug', qarorimiz noto'g'ri bo'lmagan. Albatta, muvaffaqiyatlar, qurbonsizlik bo'lmaydi. Shu qurbonliklardan biri shunday bo'lgan. O'ylaymanki, o'sha yaxshilikka xizmat qilgan. Xo'p, mana bugungi intervyuni ko'rgandan keyin do'stlarimiz, yurtdoshlarimiz orasida ham IT ga qiziqishi yo'q insonlarni ham IT ga qiziqish boshlanib, IT ni o'rganishni boshlayman deb o'zida xayolda fikri paydo bo'lishi mumkin. Shunaqangi do'stlarimizga nima maslahat berasiz? IT ni noldan boshlamoqchi, umuman ko'nikmasi yo'q. IT bilamiz, juda ham keng, nomiga IT deganimiz bilan juda ham keng tarmoqli soha. Front-endmi yo back-endmi yoki boshqa AI mi, aynan o'zini sohasi, kelajagi shu sohadaligini oldin ma'lum bir muddat davomida nimadirlarni o'rganib ko'rsa bo'ladimi, kelajagini qaysindaligini, shu haqida ma'lumot bersangiz. Albatta, demak, IT deyilgan bilan IT juda ham aytganingizdek keng soha. Uni tarmoqlari juda ham ko'p. Agar siz nimani aniq o'qishni bilmasangiz, bosh og'riqdan boshingiz chiqmay qoladi. Chunki o'zimiz boshda ustozsiz harakat qilganmiz. Bu bosh og'riqni haqiqiy qiyinchiligini mana biz bilamiz. Chunki bizda hech qanday ustoz bo'lmagan. Shu uchun IT da aniq qaysi sohani o'qishni belgilab olish kerak. Ya'ni soha mutaxassislariga murojaat qilgan holda. Men shu narsani tavsiya qilgan bo'lardim. Misol uchun IT da mana bizning soha software engineering, full stack DevOps sohalari bo'lsa, undan tashqari misol uchun data science. Ana agar prioritetimiz bo'yicha qo'ygan bo'lsak, biz bilamizki, hozir bozorda software engineering juda ham kuchli rivojlangan va shu sohada ish ko'p.
Undan keyingi soha bu data science hisoblanadi. Undan Data keyingi science. gaming bo'lsa, undan keyingi soha Yeah. desktop application development. Mana shu biz eng keraksiz sohadan boshlaganmiz o'qishni. Desktop application development. Nega aynan shu ishni qilganmiz? Albatta bizga biz kabi hozirda yoshlarga to'g'ri maslahat beradigan insonlar yo'q edi. Bori ham ming afsuslaki, bori ham uncha Bardom bo'lmagan. bori ham demak uncha maslahat berishga oshiq emasdi. Shuning uchun ITda aynan qaysi sohani o'qishda aniq bilishingiz kerak. Va nimaga qarash kerak, qaysi sohani o'qish kerakligini deyilganda, faqat bir insonni fikriga emas, balkim bozorga e'tibor berish kerak. Bozorni tahlil qilish kerak. Misol uchun, sizda oxirgi maqsadingiz nima? Saramen, job career bo'layotgan bo'lsa, jumping bo'layotgan bo'lsa, o'sha yerga kirib, aynan IT sohasi bo'yicha qancha ish qaysi sohada borligini bir tekshirsangiz, o'zi bozorda yaqqol dinamikasini his qilishingiz mumkin. Demak, shu narsalarni tahlil qilgan inson sifatida aytaman, mana birinchi soha sifatida bugungi kunda software engineering, siz o'sha bilgan front-end, back-end, birgalikda full stack, bundan tashqari DevOps ilmlari bo'yicha mana shu sohada ishlayotgan demak yurtdoshlarimiz qiymat keltirish darajasi ancha yuqori. Va demak biznesda qiymat keltirildiki, ish o'rinlari ham ko'p bo'ladi. Misol uchun artificial intelligence, AI bo'lgani bilan AI sohasida holi ish ko'p emas. Chunki AI sohasida holi qiymat keltirish darajasidagi loyihalar ko'p emas. Demak, unaqa qiymat keltirish darajasidagi loyihalar ko'p bo'lmaganligi uchun ish soni ham nisbatan kam va bo'lgan joyga demak anavlar ham yuqori bo'ladi. O'zi aslida mana shu birinchi soha sifatida software engineeringdan boshlashni men tavsiya qilgan bo'lardim. Chunki software engineeringlar hamma sohaga cross bo'ladi. Ya'ni bugungi kunda biz software engineer bo'lganimiz bilan ba'zan AI bilan ham shug'ullanib ketaveramiz. Chunki AI tayyor demak API'lari bor. Biz uchun taxlab berilgan abonentskiy to'lovi evaziga, tokenlarni evaziga tayyor narsalarni olib o'zingizning loyihangizga integratsiya qilishingiz mumkin. Mana bu joy qiymat keltiryapti. Ba'zan gamingga ham perpetratsiya qilib ketishimiz mumkin. Ya'ni software engineer kasbi juda ham keng tarmoqli kasb va boshlash uchun juda ham qulay kasb hisoblayman. Endi hammamiz uchun, barchamiz uchun qiziq bo'lgan savol, Koreyadagi aytishnilar necha pul topadi? Yillik daromad haqida ma'lumot bersangiz. Demak, hammada har xilcha avvalambor kimdir misol uchun bir oy endi yillikdan kelib chiqiladi, bilasiz. Yillik daromad deyiladi. Misol uchun kimdir 80 million yillik daromadda ishlab yuribdi, kimdir 100 million, kimdir 100 milliondan oshiq. Va albatta, demak daromadlar haqida gapirilganda levellarni inobatga olib aytiladi. Misol uchun juniorlar qatlami, middlelar qatlami, seniorlar qatlami. Misol uchun seniorlar qatlami hozirgi aytgan oyliklarim, ya'ni yuqori yillik 80 milliondan boshlanadi. Shunday, 80 plus va dalshi ketadi misol uchun. Uni chegarasi yo'q. Ya'ni kompaniyada qiymat keltirish darajangizga bog'langan. Middlelarning oyligi odatda 40 milliondan oshiq bo'ladi. Eng kamida 40 million plus bo'ladi middlelarniki va 40 milliondan to demak 70-80 millionga qadar bo'ladi. Juniorlarniki 33 million demak gadovoydan 40 million gadovoygacha bo'ladi. Nima uchun aynan 33 million? Chunki bilasizki, chet ellik fuqarolarni IT kompaniyada ishlatish uchun minimal talab bor. Ya'ni YET vizaga o'tayotgan paytingiz, professional vizaga o'tayotgan paytingiz sizga ham talab qo'yiladi va bundan tashqari kompaniyaga ham talab qo'yiladi. Ya'ni kompaniya 33 million won yillik daromaddan kam oylik sizga chiqarib berishga huquqi yo'q. Endi shu yerida biz million wonda gapiryapmiz. Bu O'zbekistondagi yurtdoshlarimiz uchun ham tushunarli bo'lishi uchun juniorlar Koreyada minimum $25,000 yillik daromaddan boshlab oylik olishlari mumkin, yillik daromad qilishlari mumkin. Middle darajadagilar 40 million bo'ladigan bo'lsa, $35,000 plus boshlanadi. Yillik daromad bu, oyiga emas, o'zingiz oylik hisobini chiqarib olasiz.
senior developerlar 90 million bo'ladigan bo'lsa, hozirgi kursda 70 ming dollar. 70 ming dollar plus. Bundan tashqari premiyalar bo'ladi, o'ziga yarasha bonuslar, proyektni tugatgandan keyin o'ziga yarasha bonuslar bo'ladi. Oylikni o'zi bilan cheklanib qolinmaydi. Xo'p, mana deylik biz Koreyada IT dan qanaqadir darajadamiz. O'zbekistonda IT bilimlarimiz bor. O'zbekistonda qanchadir o'zimizni darajamiz bor, o'rganib kelganmiz. Juniordan middlega o'tdik. Koreyaga kelib ish topmoqchiman, studentman, ish topmoqchiman. Koreyada IT sohasida ish topish uchun nimalarga e'tibor berish kerak? Portfoliyodagi xato, kamchiliklar haqida ma'lumot bersangiz. Yaxshi. Ko'p taraflama yondashishni talab etadigan savolni berdingiz. Aslida O'zbekistonda misol uchun siz senior bo'lib turib, Koreyaga kelib middle ham bo'lmay qolishingiz mumkin. Chunki bilasiz, ochiq tan olish kerak bu narsani. Koreyada raqobat juda ham kuchli. Shuni juda ham inobatga olishni so'ragan bo'lar edim. Misol uchun bilasiz, bizda Devex akademiyamizda ham hozirga qadar 41 nafar demak yurtdoshlarimizni Janubiy Koreya kompaniyalariga ishga joylayapmiz. Lekin buni tashqaridan ko'rganda ha, demak bemalol bo'lsa bo'larkanda degan xulosaga borish mumkin. Lekin aslida qanaqa boshoruv, qanaqa mashaqqat bo'layotganini biz bilamiz va talabalar biladi. Ya'ni qisqacha qilib aytganda, Janubiy Koreyada ishga kirish O'zbekistonga nisbatan 5 barobar qiyin. Ya'ni bilimingiz yetarli darajada bo'lmasa, amaliy bilimga ega bo'lmasangiz, qiymat keltirish darajasidagi bilimingiz bo'lmasa, avvalambor siz taxlagan rezyum va portfoliolar sizga hech narsani hal qilib bermaydi. Birinchi navbatda demak amaliy bilim, ya'ni siz ishlagan vazmin loyihalar emas, keng ko'lamli loyihalar bo'lishini talab etadi. Qolaversa, mana shu loyihalaringiz tufayli sizda demak portfoliongiz go'zal bo'ladi. Ya'ni siz portfolioda bu narsalarni ko'rsatishingiz kerak. Isboti bilan ko'rsatishingiz talab etiladi. Agar demak mana shu narsalar sizda mujassam bo'lsa, keyingi qadam mana shu demak chiroyli rezyum va portfoliolarni taxlashga qoladi. Juda ko'p insonlarga rezyum hamda portfoliolarni taxlashga men yordam beraman. Bu xolisona, ya'ni biz duo uchun yurgan insonlarimiz hozirgi kunda misol uchun meni qayg'urayotgan narsa bu dunyoning saodati emas, balkim men ko'proq u dunyoning saodatiga qiziqib harakat qilyapman. Shu uchun yurtdoshlarimizga любой moment misol uchun aloqaga chiqqan vaqti qo'ldan kelgancha yordam beryapmiz. Mana shu rezyum hamda portfolio masalalarida. Ya'ni rezyum hamda portfolioga ham qo'yilgan bir qator talablar bor. E'tiborliroq bo'lish kerak. Hattoki o'sha portfoliyongizda siz tushgan rasm sizga muhim bo'lmasligi mumkin, lekin sizni kuzatayotgan inson birinchi navbatda sizning rasmingizga qaraydi. Ana shu rasmlarni borib foto studiyalarda chiroyli tushirishga hech qachon besabrlik qilmaslik kerak. Undan tashqari portfolioning o'zini dizayni bu sizni dizaynerlik qobiliyatingizdan ham dalolat berish mumkin. Masalan, saytingiz, platformalaringiz chiroyli, lekin portfoliongizni dizayni yaxshi bo'lmasa, demak ranglarni bir-biriga mutanosib tanlab qo'ygan bo'lsangiz, unda imkoniyatingiz kam bo'ladi. Shuning uchun har bir narsaga alohida e'tibor berish kerak va eng e'tibor beriladigan joyi bu ko'p kishi o'ylaydi, masalan, universitetlarda qaysi universitetni bitirgan, qaysi sohani bitirgan, lekin bu narsaning umuman ahamiyati yo'q. Jumladan Kamina ham hech qaysi IT universitetini bitirmagan, g'irt biznes sohasidan chiqqan inson. Nega mana bizning talabalarimiz ham ko'pchiligi IT sohasini bitirmagan. Lekin mana bu yerga qaraysiz, IT sohasini bitirib ishsiz yurganlar talaygina, Janubiy Koreya fuqarolarini o'zini ham inobatga olishimiz mumkin. Lekin misol uchun biznes sohasini bitirgan, lekin qiymat keltirish demak darajasida bo'lgan insonlar ishga kirishga hech qanday qiyinchilik ko'rmayapti. Demak, bu narsalarga urg'u bermasdan ko'proq amaliy bilim, qanaqa loyihalar qilgansiz, nima texnologiyalarni o'rgangansiz va o'rganish davomida misol uchun nima maqsadlarga erishgansiz, kompaniyaga qanaqa qiymat keltirgansiz, qiymat keltirgan bo'lsangiz samaradorlik ko'rsatkichini qanday o'zgartirganingiz, ana shunaqa konkret etaplarga urg'u berish kerak.
va ilgari ishlagan proyektlaringiz haqida, ishlagan joylaringiz haqida qo'ldan kelgancha chiroyli qilib demak izlajit qilgan holda bersangiz juda ham chiroyli bo'ladi. Yaqinda O'zbekistonda tashqi mehnat migratsiyasi adashmasam, agentlik nomida adashgan bo'lsam, xafa bo'lmaysiz. Koreyadagi yurtdoshlarimiz orasida nolegal statusdagi yurtdoshlarimiz soni 9% ga yetdi. Agar bu foiz 10% ga yaqinlashadigan bo'lsa, O'zbekiston bilan Koreya ishga jo'natish masalasida qanaqadir cheklovlar yoki muammolar yuzaga kelishi mumkin deb ma'lumot berishdi. Bu Koreyada o'rtacha 100 mingdan ortiq o'zbekistonlik yurtdoshlarimiz bor deydigan bo'lsa, 9% ham juda katta ko'rsatkich, deyarli 9 ming, 10 ming kishi atrofida degani. Xo'p, Koreyada keldi ishi, o'qishi yoki qanaqadir oilaviy vaziyati sababli o'qishini davom ettira olmasdan yoki kelgan zavodida o'zini ishini davom ettirmasdan nolegal statusga chiqib qolgan yurtdoshlarimizga nima maslahat berasiz? Ular deylik IT ga qiziqishi boshlandi shu bugundan. Ular orasida biz tengqur yosh studentlikdan nelegal chiqqanlar bo'lishi mumkin. Sizdagi yoshi nisbatan kattaroqlar bo'lishi mumkin. Shularga umumiy maslahat bersangiz. Avvalambor yoshlarimizni qanaqadir bir sariqchaqa puldi deb chiroyli qurishi mumkin bo'lgan guldek hayotini qandaydir bir nuqsonlar bilan bog'lamaslikni tavsiya qilgan bo'lardim. Chunki shu savolni berganingiz uchun sizga o'z minnatdorchiligimni bildiraman. Juda ham muhim savol bu narsa. Har doim inson o'zini xatosida hayotda o'rganaverishi kerak emas. Ba'zan shunday bo'ladi. Hattoki dono bo'lgan odam birovlarning xatosidan xulosa qiladi. Agar siz bugungi kunda shu narsa haqida o'ylayotgan bo'lsangiz, nelegallikka chiqsammikin, yo'qmi degan ikkilanishingiz bo'lsa, albatta bu yo'ldan qayting. Bu sizga yaxshilik olib kelmaydi va hech kimga yaxshilik olib kelmagan. Avvalambor nelegal holatga chiqmasligingizni qattiq tavsiya qilaman. Chunki Janubiy Koreya sizga juda ko'p imkoniyatlarni taqdim etadi. Siz hozirgi holatingiz, vaziyatingiz qanaqadir bir holatda bo'lishi mumkin, lekin doim bu holatda bo'ladi degani emas. Shuning uchun yaxshigina sabr qilishingiz kerak. Hammasi chiroyli bo'lib ketadi. O'zini izniga, Alloh marhamati bilan hammasi chiroyli bo'lib ketadi. Bunga ikkilanmang. Lekin agar siz shunday jiddiy xatolikka demak yo'l qo'ygan bo'lsangiz, men uchun bu jiddiy xatolik deb aytaman. Chunki bu ko'p eshiklarni sizga yopadi. Shunaqa xatolikni demak sodir qilgan bo'lsangiz, bu ilm IT O'zbekistonda ham, Koreyada ham, jahonda ham IT, ya'ni hozirgi zamon talab etgan eng ilg'or bilimlarni o'rgansangiz, IT sohasi zamon, makon yoki davlat tanlamaydi. Internetda turib, oddiy mana shunday bir coffee shopga kirib, kompyuteringizni internet tarmog'iga ulab, pulingizni topaverasiz. Qiymat keltiradigan odam bo'lsangiz, misol uchun Koreyada ishlagandan ko'ra Amerika yoki boshqa joylardagi ishlarni remote qilib ham bu yerda topgan puldan yuqori pulni topishingiz muammo emas. Shu narsa alohida urg'u bermoqchiman. Aynan viza uchun IT ni o'rganish kerak emas. Agar viza masalasi bilan bog'lab IT ni o'rganayotgan bo'lsangiz, yaxshisi o'rganmaganingiz ma'qul. Agar faqat viza masalasidan kelib chiqadigan bo'lsa. Shuning uchun men aytaman, zamonaviy kasblarni egallash kerak va dunyoni qaysi burchagida bo'lishidan qat'iy nazar o'zingizni demak daromadingizni olib yurishingiz mumkin. Demak, nafaqat IT, ixtiyoriy zamonaviy kasblardan birini yetib mutaxassis bo'lsangiz, kariyerda turib nelegal holatingizda ham LinkedIn, Saraminjob va shunga o'xshash ish topish mumkin bo'lgan saytlarda agarda siz o'zingizning sohangizda yetuk mutaxassisi bo'ladigan bo'lsangiz, LinkedIn yoki Saraminjob shunga o'xshagan turli xil saytlarda frilanserlik qilish orqali ham daromad qilishingiz mumkin bo'ladi. Ko'rsatuvimizda bizda tayyorlagan savollarimiz shu yerigacha edi. Endi o'zingizni bizni shu YouTube tarmog'i orqali ko'rib turgan yurtdoshlarimizga bildirmoqchi bo'lgan tilak, maslahatlaringiz bo'lsa, bemalol gapirishingiz mumkin. Xo'p, avvalambor mana shu Janubiy Koreyaga agar siz kelayotgan bo'lsangiz,
maqsadni aniq qilib kelishingizni tavsiya beraman. Chunki ilgarigi zamonlar biron bir joyga borib, u yerda o'rganib, keyin maqsad qo'yishingiz imkoni bor edi. Lekin bugungi kunda mana sizlar tufayli, blogerlar tufayli juda ko'p ommaga foydali kontentlarni hosil qiladigan juda ko'plab o'zbek yurtdoshlarimiz bor bugungi kunda. Bizni davrimizda bo'lmagan, afsuski, bunaqa ma'lumotlar, bunaqa kontentlar. Shuning uchun Koreyaga kelishdan ham oldin, misol uchun, kerakli blogerlarni kuzatib, o'sha soha vakillarini kuzatib, O'zbekistonda turib ham maqsadlarni aniq qilib qo'yib kelish mumkin. Bugungi kunda buni ilojisi bor. Agar kelayotgan bo'lsangiz, maqsadingizni aniq qilib keling Koreyaga. Xo'p, agar ishlash uchun kelyapsizmi, unda ishchi viza bilan keling. Agar ilm sohasida kelmoqchimisiz, zinhor va zinhor ishchi vizada kelmang. Chunki buni bilasiz, vizadan vizaga o'tish ham oson emas Koreyada. Maqsadni aniq kelganingizdan keyin, xo'p, Koreyaga kelgansiz. Keyin nima qilishim kerak? Agar ilm sohasini demak qarshi olib kelgan bo'lsangiz, demak shunday qilingki, to'g'ri, hammamizga moddiyat kerak, hammamizda kamchiligimiz bor, lekin aniq biling, bu kunlik ishlar sizni u narsadan olib chiqmaydi. Biz buni Janubiy Koreyaga kelgan paytimiz buni aniq bilganmiz, chunki biz misol uchun moddiyatni faqat Koreyaga kelib topmaganmiz. O'zbekistonda ham katta-katta sohalarda, katta bizneslarda ishlab buni tushunganmiz. Misol uchun oyiga $3000, $2000 ham juda ko'p katta o'zgarishlarni qilmasligini yaxshi bilamiz. Shuning uchun bu yerga Koreyaga kirib kelganda biz ham misol uchun kamiga rozi bo'lganmiz. Shu kunimiz o'tsa bo'ldi degan falsafa bilan yashaganmiz. Asosiy urg'uni nimaga berganmiz desangiz, asosiy urg'uni ilm olishga va kerakli kasblarni o'rganishga bag'ishlaganmiz. Mana yillar o'tib bu demak to'g'ri fikr ekanligini guvohi bo'lib turibman. Alloh adashtirmaganligi uchun, to'g'ri yo'l ko'rsatgich uchun Alloh buyukdir. Allohga doim minnatdorman, doim shukrlarimni aytaman. Shuning uchun Janubiy Koreyaga kelgan bo'lsangiz, ilm sohasini qilishga bel bog'lagan bo'lsangiz, qattiq bu sohaga kirishing. Chunki ilm insonni ulug'larkan. Ilm kabi demak ulug'laydigan menimcha hech qanday narsa bo'lmasa kerak. Mana shu narsalarga urg'u bering. Albatta siz Koreyadasiz, koreys tilingizni o'stirishingiz kerak. O'stirish darajasi deganda bu topik imtihoni nazarda tutilmayapti albatta. Ya'ni muloqot darajasidagi koreys tilingiz bo'lmasa, qaysi kasb vakili bo'lishingizdan qat'iy nazar ish topishingiz, o'zingizni o'nglab olishingiz qiyin bo'ladi. Shuning uchun yoshlarga qattiq maslahatim, koreys tilini juda e'tiborli, shoshmasdan o'rganishni tavsiya qilaman. Chunki bu Koreyada yashayapsizmi, bu kunlik tarzda kerak bo'ladigan narsalar. Undan tashqari, mana shu koreys tili bilim darajangiz bilan yoniga bir chiroyli soha. Kimdir misol uchun IT ga qiziqish mumkin. Kimdir misol uchun boshqa bir sohaga qiziqish mumkin. O'sha sohani demak o'zida gavdalantirib, keyin yaxshi joylarga, yaxshi ish o'rinlariga bemalol murojaat qilsangiz bo'ladi. Buni ikkilanmasdan aytaman. Nega ikkilanmasdan aytaman? Chunki Janubiy Koreya fuqarolari va yoshlari biroz nisbatan erinchoq. Hozirgi yoshlar ko'p ham qiyinchilik ko'rmay katta bo'lgan yoshlar hisoblanadi. Koreyani qurgan yoshlar, Koreyani qurgan insonlar bu yoshlar emas. Uni ota-bobolari, ya'ni ota-bobolar juda qiyinchilik, juda yo'qchilikda katta bo'lgan. Shuning uchun bular yoshi katta koreyslar juda ham jaydari bo'ladi. Xuddi o'zimizda yoshlar o'zimizga o'xshaydi. Lekin hozirgi yoshlari, mani qo'limda bir qator yoshlar ishlagan, timlik lavozimda ishlaganligim shuning uchun bu narsani ochiq aytishga haqqim bor deb o'ylayman. Ya'ni yoshlari salgina beg'uborroq, o'yinqaroqroq. Bu yoshlarda oldida bizning o'zbek yigitlarining imkoniyati juda ham katta. Yaqinda bitta ma'lumot chiqdi. Misol uchun, Janubiy Koreya kompaniyalari 10 ta kompaniyadan 7 tasi chet ellik fuqarolarni ishlatishni afzal ko'ryapti koreyslarga nisbatan. Bu juda ham jiddiy statistika. Shuning uchun men o'zbek yoshlariga ishonaman. Bizni millatimiz juda ham kuchli millat. Biz faqat buni bir oz unutib qo'ydik. Bunga yetarlicha faktorlar bor, unutish sababi. Lekin nima bo'lganda ham unutmang, biz Biruniy, demak Alisher Navoiy, Xorazmiy, demak mutafakkir odamlarni avlodlarimiz. Bizning qon tomirimizda demak o'sha mutafakkirlarni
qoni oqadi. Buni biz biroz unutib qo'ydik shekilli. Men buni yaqqol ko'raman. O'zbekistonda o'zbek yoshlarga ishlov berganda bizning yoshlar juda ham tez suratda o'sish sur'atini namoyon qiladi. Lekin meni qo'l ostimda ishlagan karslar haqida bu narsani men ayta olmayman. Misol uchun kompaniyada middlega chiqargan kars xodimlarim kam bo'lgan. Lekin o'zimizda o'zbek yurtdoshlarda middle tursin, senior levelga ham chiqqanlari bor. Ya'ni kompaniyaga ishga kirib, team lead lavozimiga ko'tarilganlar talaygina. Shuning uchun aytaman, ikkilanmasdan aytaman, bizni o'zbek yoshlarimiz boshqacha, bizni millat boshqacha. Shuning uchun qattiq harakat qilish kerak va demak Allohga tavakkul qilsangiz, demak shu dunyoda agar rizqingizni olayotgan bo'lsangiz, Alloh shu dunyoda rizqini berayotgan bo'lsa, rohatini shu yerda ko'rasiz. Agar Alloh bu dunyoda rizqini bermasa, ya'ni maqsadingizni ushaltirmasa, albatta ajrini u dunyoning saodati bilan olasiz. Ikkala holatda ham ilmni ketidan yurgan inson har doim ulug'lanadi. Rahmat sizga aka. Shunchalik vaqtingizni ajratib, e'tibor qilib, bizni ko'rsatuvimizga kelganingiz uchun rahmat. Shu bilan biz ko'rsatuvimizni o'z nihoyasiga yetkazamiz. E'tiboringiz uchun rahmat.